Sotuvchilari Traktor Baruz Buxoro filialining mijozlari va Traktor Baruzda bugungi kunimiz Buxoro viloyati Qo'qon tumanida Yuto 904 traktorimizning modelini ishlash jarayoniga kelganmiz. Hozirgi kundagi dalada ishlash jarayoni hozir bizdan bir 6-7 oy oldin xarid qilgan akamiz. Hozirgi kunda lazerni planirovщик ishlatayotgan ekan. Telefon qildi aka, kelib traktorni ishlash jarayonida bitta video qiling. Bugun ishlatyapman. Kelib ko'ring. Traktoringiz yaxshi, ishlashlari yo'q. Akani o'zida ham intervyu olamiz hozir. Hozirgi kundagi Yuto 904 markali traktorimiz. Hurmatli mijozlar, bu traktorimiz Yuto 904 NLX 904 markamiz. 90 ot kuchi bo'ladi. 90-95 ot kuchini beradi. Oldi orqa tortadi, 4 ta silindrli, 5 turbinali atmosferli motori bo'ladi bunda ham. Hozirgi kunda bizdagi narxi 360 million so'm sotilyapti. Manimcha lazerlari 3 metr yoki 2,5 metr atrofida. Kavushini to'ldirib tortyapti, ko'ryapsizlar. Traktor nagruska yo'q, bemalol ishlatyapti. Hozir akam o'zidan ham intervyu olamiz. Boshqa nima ishlarni qildiryapti traktorimizga, haydovdami va mana lazerni ishlash jarayoni hozir. Bunaqa videolarni tushirishimizdan maqsad, hurmatli mijozlar, to'g'ri tushuningizlar. Traktorimizni ishlash jarayonidan bitta video qiling. Yuto traktorlar qanday ishlayapti Buxoroda degan savollarga javob qilyapmiz hozirgi kunda mana. Keyin bu lazernilarimizdan ham bizlarda bor sotuvda, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi akalar. 5 yilga boshlang'ich to'lovsiz qilib beramiz. Ilgi firmasi va Alpler firmasidan sotamiz Turkiyani. 5 yilga boshlang'ich to'lovsiz qilib beramiz. Bu Yuto 904 traktorimizga klientlarimiz juda ham ko'p. Ko'pchilik mijozlarimiz so'raydi. Hozirda sotuvda tayyor bor. Bemalol kelib Buxoro filialimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda nomerlarimizni ham qoldiramiz. Ma'lumotlarimiz, joylarimiz. Ko'pchilik biladi joyimizni, Buxorodagi joyimizni Rabotekda joylashgan. O'zbekistonning hamma viloyatidan filiallarimiz bor. Yuto 904 traktorni topsangiz bo'ladi. Traktor Baruzning filiallaridan.
Почти yerlar tekis bo'lib qoldi. Xudo xolasa hozir kavush kamaydi. Lazer asosida tekislayapti. Mana bu yerda lazerni miyasini qo'yib qo'yganlar. Lazer bo'yicha ham video qilganmiz. Qanaqa ishlatish bo'yicha. Xohlagan turdagi lazerlarningizni boshlanish to'lovsiz 5 yilga chiqazib beramiz, hurmatli mijozlar. Traktor yaxshi, menga yoqdi ishlashlari. Endi kommentariyada yozasizlar, baribir kamchilik taraflarini, plus taraflarini kimda bo'lsa, haydayotgan joylarini yoki ishlatayotgan joylarini aytsalar, va borib videoga olib xalqqa ko'rsatamiz, YouTube traktori qanday ishlayapti va qanaqa traktorligini. To'qqiz traktorimiz. Buxoro viloyati Kogon tumaniga keldik. Jalal aka bizdan 5-6 oy oldin YouTube 904 traktorini xarid qildi. Hozir ishlash jarayonlarini videoga oldik. Xudo xolasa Jalal aka o'zlaridan ham traktor haqida ozgina ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Jalal aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Hormang, charchab qolmayapsizmi? Aka, endi klientlarimiz hamma qiziqyapti 904 traktorimizga. O'sha haqida bir ozgina ma'lumot bersangiz, qancha vaqt bo'ldi? Buxoro, mana shu Buxoro filamidan olib chiqib ketdingiz o'zingiz traktorni. Qanday ishlayapti traktorimiz? Yoltirib qo'ymayaptimi aka? 904 traktordan olgandik yana 5 oy bo'ldi, xudoga shukr. 1000 soatdan ziyod ishladi. Bir joyga kulush buraganimiz yo'q, bir joyga tekkanimiz yo'q. Shu MTZ olmoqchi edik. MTZ olmaganimizga yaxshi. Shuni olibmiz olyam, MTZ olmasdan shuni olganimizga biz afsusda emas biz. Yaxshi, zo'r ekan traktor. Yana lazer ishlatib yuribmiz. 1000 soat bo'ldi. Bir joyga bir gap so'z bo'lgani yo'q, xudoga shukr. Traktor yaxshi. Qanaqa rasxodlar qildingiz traktorga aka? Traktorga faqat moy almashtiramiz, tamom, har 250 soatga moy almashtiramiz, tamom. Boshqa bir joyga xarajat qilganimiz yo'q. Aytgandek 95-90 kuchini bemalol beradi traktoringiz. Bor, 95 ot kuchi bor. Traktorga bor. Yana nima ishlarni qildiryapsiz aka? Hozir lazerni qildiringiz bunga. Bundan tashqari qanaqa? Korpuslik plugi bor, 3 korpuslik plug bilan yer haydayapmiz. Oddiy plug a? Ha, kaselka bor, press podvorchik bor. Eng asosiy qilgan ishi lazer qildi. 100 gektarga yaqin lazer qildi. Hech qanaqa joy o'tkazib bergani yo'q hali. Xudoga shukr, yaxshi traktorimiz. Traktorga gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa bundan oldin traktor qanaqa traktorlarni haydagansiz aka? MTZ yoki da MTZ 80 haydadik, New Holding haydadik. New Holding bilan birgalikda olishadi, lekin orqaga qolmaydi. MTZni man degani shu 25i, 952si barobar kuchi bor shular bilan. Barobar kuchi bor va narxi ham shunga qarash. Bu MTZdan arzon. MTZdan arzonroq bo'lib chiqadi. Hozir 82lar narxi 355 million. Hozir traktorimiz narxi 360 million so'm bo'lgan. Kabina, komfort, konditsioner hammasi bor. Pechkalarni ishlatyapsiz, pechkalar hammasi bor. Vomlari qulay, reversi bor. Aslan kaselkaga ishlataman deganlarga reversi bor. Umuman MTZga o'xshagan azob emas. Qulay, komfort, zo'r traktor. Traktorga gap bo'lishi mumkin emas. Arqa naviskalar traktorimizda.
Rahmat Jalil aka. Xolisona fikrlaringiz uchun. Texnikani berganlaringiz uchun. Xudo xolasa aka, xizmatdamiz. Yana boshqa texnika xudo xolasa olish niyat bo'lsa, Niyatimiz 1404 ga. 1404 xudo xolasa 140 ot kuchi. Shunday. Bu ham atmosferniy motor bo'ladi, 5 turbina. Zo'r traktor. Hurmatli mijozlar, bemalol ko'rib baho berib qo'ysangiz bo'ladi. Videoni joylashtiramiz YouTube kanalimizga, Telegramga, Instagramga qo'yamiz. Bemalol ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Yuto NLX 904 traktorimiz ishlash jarayoni va Jalil aka xolisona fikrlarni aytib berdi traktor haqida. Bemalol qo'rqmasdan YouTube traktorini xarid qilsangiz bo'ladi akalar. YouTube traktorini 35 ot kuchidan 240 ot kuchigacha bizlarda sotuvda bor. Kimga qanaqa ot kuchli, nima ishga ishlatadi, shunga qarab traktorlarni berib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, hurmatli mijozlar.